Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Nurota tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasi tuman hududidagi 540 km umum foydalanishdagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Shundan 345 km davlat ahamiyatidagi va 195 km mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini tashkil etadi. 2024-yilning 12 oy davomida korxonamiz tomonidan jami 18 milliard 442 million so'mlik qurilish montaj ishlari bajarildi. Umum foydalanishdagi avtomobil yo'llarida asosiy faoliyat bo'yicha jami 12 milliard 267 million so'mlik ta'mirlash va saqlash ishlari bajarildi. Shundan joriy ta'mirlash ishlari 5 milliard 548 million so'm, qishki qarov ishlari 835 million so'm, saqlash ishlari 5 milliard 885 million so'mni tashkil etadi. Joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 28750 metr kvadrat avtomobil yo'llarida paydo bo'lgan o'ydim chuqurlar asfaltobeton mahsuloti kartochniy remont asosida ta'mirlandi. 92 ta dona yangi nur qaytaruvchi yo'l belgilari o'rnatildi hamda 87 dona ko'rinishini yo'qotgan yo'l belgilari qayta ta'mirlanib o'rnatildi. 12 km uzunlikdagi avtomobil yo'li qoplamasiga ajratuvchi yotiq belgilari razmetka chizildi. 4165 metr kvadrat bo'lgan avtobekat va yo'l jihozlari ohak bilan oqlandi. Pudrat faoliyati bo'yicha 6175 million so'mlik 13 km ichki yo'llarini asfaltlashtirish ishlari bajarildi. Korxonamiz tomonidan tashabbusli byudjet 2024 loyihasi doirasida 3 ta obyektda qurilish montaj ishlari amalga oshirildi. Jami 7 km ichki yo'llar asfaltlashtirildi va yangi yo'l belgilari o'rnatildi. Obod xonadon dasturi asosida tumandagi G'ofur G'ulom mahalla fuqarolari hududida ichki yo'llar issiq asfaltobeton qorishmasidan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Pudrat faoliyati bo'yicha 6175 million so'mlik 13 km ichki yo'llarni asfaltlashtirish ishlari amalga oshirildi. Korxonamiz tomonidan tashabbusli byudjet 2024 loyihasi doirasida 3 ta obyektda qurilish montaj ishlari amalga oshirilib, jami 7 km ichki yo'llar asfaltlashtirildi va yangi yo'l belgilari bilan jihozlandi. Obod mahalla Obod xonadon dasturi asosida tumandagi G'ofur G'ulom mahalla fuqarolar yig'ini hududida 1,6 km ichki yo'llar issiq asfaltobeton qorishmasida ta'mirlanib, xalqimizga foydalanish uchun topshirildi. 2024-yilda viloyatdagi mahallalarda aholi kayfiyati va infratuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi manzilli ro'yxat bo'yicha Nurota tumanida 3 ta mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik, Ibn Sino va Nurfaxr mahalla fuqarolar yig'inida 4 km ichki yo'llarimiz issiq asfaltobeton qorishmasidan qurib, xalqimizga foydalanishga topshirildi. Bular Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida 1 km, Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'inida 1 km 300 metr, Nurfaxr mahalla fuqarolar yig'inida 1 km 700 metrni tashkil etadi. 2025-yilda yanvar-aprel oylari davomida umum foydalanishdagi avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 260 km davlat va mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llari qatnov qismiga chiziqlar chizilib, D191 avtomobil yo'lining 12-14 km qismida paydo bo'lgan buzilishlar, ta'mirlash mablag'lari hisobidan 1 km uzunlikdagi avtomobil yo'limizga 1 milliard mablag' hisobiga asfaltobeton qorishmasi bilan to'liq qayta ta'mirlandi. Davlatimiz rahbarining Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida davlat rahbarining topshirig'iga asosan Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasini Navoiy viloyati Nurota tumanidagi Chashma ziyoratgohi bilan bog'lagan holda Samarqand Nurota yo'nalishidagi D074 avtomobil yo'lining 120 km qismini joriy ta'mirlash belgilangan. Ushbu qaror asosida Nurota tumani hududida 45 km, Qo'shrobod va Ishtixon tumanlari hududida 75 km yo'llarimiz ta'mirlash bo'yicha 70 milliard so'mlik loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, ekspertiza xulosalari olinib, bugungi kunda qurilish ishlari boshlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.